Liske Cosmetics'dan katta raspakovka chek. Sezgir va muammoli yuz turlari uchun birinchi naborni ichiga albatta yuzimizni tozalab bo'lgandan keyin birinchi o'qitimizni toner bilan boshlashimiz kerak bo'ladi. Yuzi shikastlangan va sezgir, akne va qizarishlar bor. Aynan ushbu serum bilan ampul sizga yechim bo'la oladi. Tinchlantiruvchi krem quruq va zaif terini tiklaydi, aqua krem esa terini yopishtirmasdan chuqur namlab beradi. Misol qizishib ketadi-ku, joni chiqqanda. Yuzingiz qizarib ketadi-ku, o'shanda bu anaqa qilar ekan. Calm, tinchlantirar ekan. O'shaning uchun bulutlar ekan, do'stlar, mana. Ikkinchi naborni ham ketma-ketligi bir xil, lekin porasi katta, yuzi yog'li va aralash terilar uchun ideal mos tushadi. Shuncha sovg'alarni olishimga sabab bo'lgan narsa Liske niacinamid serumi bo'ldi. Qolgan mahsulotlarni ham ishlatib ko'raman va menga yoqadi degan umiddaman. Oxirida bizda shunaqa penka va vitamin C serum. 15% vitamin C dog'larga qarshi terini yorqin qiladi. Shunaqa unpacking videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.